Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning boshqa davlatlarida ham iqlimni o'zgarib ketganligi tufayli havoda changlanish darajasi juda ham yuqoriga ko'tarilayotganini ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni bunga asosiy sabablardan bittasi hozirgi paytda mana dekabr oyi kelayotganiga qaramasdan hali biror marta normalniy yomg'ir yoki qor yog'mayotgani hisobiga changlar ko'tarilib havoda uchib yuribdi. Agar shu yog'ingarchilik bo'lib tursa, changlar bosilib ancha muncha havo toza bo'lib turadi. Hozirgi paytda changlikni darajasi, ya'ni air quality index 250 ga ko'tarilgan. O'zi 0 dan 50 gacha yaxshi havo hisoblansa, 50 dan 100 gacha o'rtacha, 150 dan 200 gacha yomonroq, shu 200 dan tepasi sog'liq uchun xavfli hisoblanadi. Nimaga xavfli hisoblanadi deganda, chunki bu changli havoda nafaqat chang, balki har xil zararli moddalar, ya'ni PM2,5 zararli moddalar uchib yuribdi. PM2,5 zararli moddalari bular soch tolasidan 30-40 diametri kichkina bo'lib ko'zga ko'rinmaydi, lekin nafas olganimizda to'g'ridan to'g'ri o'pkaga o'tib ketadi va qon tomirlarga o'tib organizmimizda har xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. O'shaning uchun bunaqa havoda обязательный maska taqish kerak. Maskani, ya'ni bunaqa oddiy maska emas, balki mana bunaqa KN95 yoki bundan ham yaxshiroqlarini taqsanglar, bularda o'sha PM2,5 moddalarini ushlab qolish himoya qatlami bor. Shuning uchun shunaqa maskalar taqishni tavsiya qilaman va mana shu ilovani ko'chirib olsanglar telefoningizga App Store yoki Play Market orqali hozirgi vaqtda aynan siz turgan joyda havoni qanaqa darajada iflosligini ko'rib, shunga qarab o'z ehtiyotingizni qilsangiz bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va подписка va обязательно maska taqishni esdan chiqarmanglar.